2026-yilning 15-yanvaridan 28-fevral sanasiga qadar respublika bo'ylab aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari o'tkaziladi. Namangan viloyati statistika boshqarmasi tomonidan shahar va tumanlardagi mahalla yettiligi xodimlari uchun amaliy o'quv seminarlari tashkil etilmoqda. Namangan shahrida bo'lib o'tgan ana shunday seminar haqida muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Mamlakatimizda 2021-yilda aholini, 2022-yilda esa qishloq xo'jaligini sinov tariqasida ro'yxatga olish tadbirlari o'tkazilgan. Biroq to'laqonli ro'yxatga olish uchun zarur omillar va xalqaro tajribalarni o'rganish, tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqish ma'lum vaqtni taqozo etishi bois bu tadbirni 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar o'tkazish belgilangan edi. Bu borada xalqaro tajribadan kelib chiqib, Jahon banki, boshqa xalqaro tashkilotlar ishtirokida ishlab chiqilgan aholi va qishloq xo'jaligini bir vaqtda ro'yxatdan o'tkazish takliflarini inobatga olgan holda mamlakatimizda ro'yxatga olish dastlab 17 kun, ya'ni birinchi bosqich 15-31 yanvar kunlari census.stat.uz sayti orqali, keyingi bir oy, ya'ni 4-28 fevral kunlari esa mahalla yettiligi ishtirokida uyma-uy yurib planshet orqali ro'yxatga olish savolnomalari to'ldirilishi belgilangan. Namangan shahar statistika bo'limi tomonidan o'tkazilgan bu galgi o'quv seminari amaliy tarzda kechdi. Unda savolnomaga kiritilgan 54 ta aholiga 17 ta qishloq xo'jaligiga oid jami 71 ta savolni planshet orqali qay tartibda o'tkazish, bunda axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanish ko'nikmalari o'rgatildi. So'rovnoma raqamlashtirilgan holatda o'tkaziladi. Bu xarajatlarni tejaydi, qog'oz ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini oladi. Mahalla yettilik xodimlari planshetlar yordamida, maxsus dastur yordamida ro'yxatga olish ishlarini amalga oshirishadi. Mahalla yettilik xodimlari so'rovnoma o'tkazish tartiblari, so'rovnomani to'ldirishda nimalarga e'tibor berish kerak, xonadonga kirib suhbat o'tkazilganda nimalarga ahamiyat berib, qanday so'rov o'tkazish bo'yicha amaliy tushunchalar berildi. Seminarda mahallalar raislari, hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar faollari va ijtimoiy xodimlarning ishtiroki va o'ziga xos vazifalari yuzasidan ma'lumotlar berildi. Ro'yxatga olish tadbiri ro'yxatga oluvchi bo'lib ishtirok etgan mahalla yettiligi xodimlari mehnatga haq to'lashning 1,5 baravari miqdorda bir martalik rag'batlantiriladi. Seminarda bizga aholi bilan ishlash jarayonlari, bundan tashqari qaysi ma'lumotlarni kiritish bizga to'liq tushuntirib berildi. Planshetlarimizga raqamlashtirilgan holatda bularni kiritish bizga ancha qulayliklar yaratdi. Ro'yxatga olish jarayonlarida aholining iqtisodiy, ijtimoiy holatlari, ularning daromad manbalari, bir qator ko'rsatkichlar elektron shaklda ko'rsatkichlarni belgilab beradi. O'zbekistonda umummilliy ro'yxatga olish oxirgi marta 1989-yilda o'tkazilgan. So'nggi yillarda bu yo'nalishda qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi qonun qabul qilinib, aholini har 10 yilda, qishloq xo'jaligini esa har 5 yilda kamida bir marta ro'yxatdan o'tkazish belgilangan. Bu galgi ro'yxatga olish natijasida respublika bo'yicha 38 million aholining tarkibi va migratsiyasi, oilaviy holati, faoliyat turi, daromad manbalari to'g'risida yagona ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Qishloq xo'jaligi sohasida ro'yxatdan o'tkazish natijasida esa xo'jalikning huquqiy maqomi aniqlanadi.